Aleyküm iştihaliler. Görmeyler. Ey caniler aman bo'lsin. Xonadon sohiblariga yangi uylar muborak bo'lsin. Hormay tolmay shu ishga bosh qo'shganlardan Alloh rozi bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yaxshi insonlar ko'p bo'lsin. Bu yaxshi ham internet bor. Bexabar qolib ketmadik shunaqa ishlardan va yaxshi ham akalar meni shularga yaxshi ko'rib qolishibdi. Men taniyman. Men taniyman. Bu ashula bilan nechta uylarni bitirib yubordinglar, sizlar? Jonilar omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Allah razı olsun hammanglardan. Sog' bo'linglar. Jannat qasrlari muborak bo'lsin hammanglarga. Rahmat, arziyjasa arziydi. Bu menga emas. Menga emas, ularga. Men mayli, qo'shig'im uchun menga ham bu. O'zim uzoqda bo'lsam ham qo'shiq orqali hissa qo'shgan bo'lsam, men o'zimni juda ham baxtiyor his qilaman. Bunaqa savobli ishlar, bunaqangi xayrli ishlar ko'p bo'lsin, bardavom bo'lsin. Biz ham o'zimizning imkoniyatimiz doirasida hissa qo'shishlik nasib etsin. Qolganlarga qo'shiq bilan Xudo xolisa yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz.